Bizani chiroyli qizlarimiz safiga yana bitta qizimiz qo'shilgan. Kamola Toshmiyda 3-kursda o'qiydilar. Mardon opamning yordamchilari. Da shu narsani aytmoqchiman. Ertaga shanba Mardon opam bizda kunduzi ishda bo'ladilar shanba kuni. Chunki Mukarram opamlarning ishlari chiqib qolibdi. Shuning uchun kechqurun kelib o'tirmanglar. Mardon opam kechasimiz kunduz bo'ladilar. Ya'ni 9 dan soat 4 gacha bo'ladilar. Skriningga tushmoqchi bo'lsanglar, skrining vaqtinglar o'tib ketayotgan bo'lsa yoki tushdinglar, kimdir nimadir dedi, ko'nglinglar g'ash, anig'ini bilmoqchi bo'lsanglar, Mardon opamlarga kelaverasizlar. Ertaga men doppler qabul qilaman, Mardon opam skrining ko'radilar. Kelishdikmi? Nimadir muammo bo'lsa, muammo chiqib qolsa, bolada nuqson aniqlanib qolsa, birgalikda konsulyum qilib ko'ramiz. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Mardon opa? Yaxshi dam oling. Yaxshi yetib oling.